Vasatni. Qarang, birinchi savolimiz pul baxt olib keladimi? Qaysi tur joyda olib keladi, qaysi tur joyda olib kelmaydi? Hayotdagi maqsadingiz nima? Mas'ul. Maqsadim chiroyli oila qurish. Xudo xolasa. Qarang, birinchi o'qituvchingizni eslaysizmi? Eslagandagi ismini eslamayman. Hammasiga Obujonovaga chapay chaqib qo'yamiz. Qanaqa bo'lgan o'qituvchi? Вообще, ana o'sha idealni. Qattiqqo'l. Нет, qattiq emas. O'ta ham yaxshi bo'lgan. Men kech qolganim yo'q. Zvanok mendan oldin chaldi. Turmushga chiqqanmisiz? Turmushga chiqayotganingizda mahrga nima so'ragan bo'larsiz? Misol uchun, turmush o'rtog'im sharoitidan kelib chiqib qarardim. Misol mahr deganda u sразу olib berish shart emas. Puli bo'lganda olib bersa bo'ladi. Men yoshligimdan beri mashinaga qiziqqanim uchun mashina so'rayman deyman. Hozirga doğru qiziqaman. Endi o'sha vaqtdagi sharoitiga qaragan holda mashinani so'rayman. Yomon-da bular. У вас права есть? Права нет. О, ассалому алейкум, братым. Скоро будет, скоро. O'qiyapsizmi? Нет, planda hozircha planda yo'q. Hozir prioritet boshqa. Bir kunga ko'rinmas odam bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Mana bir kunga mana 24 soat davomida ko'rinmas inson bo'lib qolsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Bo'shing nima qilib yurganim? Yaxshi ko'rsa bo'lardi. O'shancha ehtiyot bo'lib yuringlar. Qarang, bizani obunachilarimiz har bir insondan qanaqadir tilaklar eshitgisi keladi-da. O'shalarga bir nima degan bo'lardingiz? Hayotga hozir qaysi hozir misol uchun qaysi turlarda hayotinglarda qiyin period bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa periodlar bo'lsa, o'ylayman, men aytardim, unaqa siqilib, qiynalib, o'ylanib yurishinglarda hojat yo'q, chunki hayotga bir marta kelasizlar. Bugungi kunda borsizlar, ertaga уже Xudo biladi bormisizlar yo'qmi. Bugungi kuninglar bilan yashab, faqat bugungi kunga harakat qilish kerak. Так что hech qachon sinib qolmanglar ruhan. Hayotingiz bugun oxirgi kuni bo'lsa, yaqin insoningizga nima degan bo'lardingiz? Men seni yaxshi ko'raman. Mendan rozi bo'l, boshqa Sizning eng yaqin insoningiz kim? Meni eng yaqin insonim endi birinchi prioritet bu ota-onadan keyingi turadigan inson. Iltimos, jim turib turinglar, men intervyu beryapman. Birinchi o'rinda bu, конечно, ota-ona, ikkinchi o'rinda bu sizda иди. Вот это она. Вот это, да? А третья лишняя, да? Пока bunga ozgina vaqt bor. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Savolchiga sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar. Savolchi? Da. Chiqarmasanglar roziman.